yaram uzlab boryapman qayt. Majnun bo'ldim divona, qara uyg'onmayapman qayt. Shamollarga uchib ketsin deydi yurak alamlari, sansa mayli sinib ketsin shoir yozgan qalamlari. Tosh bo'ronlar bo'lib ketsin xiyonatkor qadamlari, kerak emas qurib ketsin shu zamonning sanamlari. Yaxshi qol, yuzsizginama, mensizginama, yaxshi bor, mayli bor. Dilsizginama, hissizginama, kimga zor, kimlarga zor. Baxtli bo'lsam yonib ketma, bo'lma xor, bo'lma xor. Yaxshi qol, yuzsizginama, mensizginama, yaxshi bor, mayli bor. Dilsizginama, hissizginama, kimga zor, kimlarga zor. Baxtli bo'lsam yonib ketma, bo'lma xor, bo'lma xor. Ishonganim gunohimmi ayt, yana muzlab boryapman qayt. Bugun bizlar begona, mana uyg'onmayapman qayt. Shamollarga uchib ketsin deydi yurak alamlari, sansa mayli sinib ketsin shoir yozgan qalamlari. Tosh bo'ronlar bo'lib ketsin xiyonatkor qadamlari, kerak emas qurib ketsin shu zamonning sanamlari. Yaxshi qol, yuzsizginama, mensizginama, yaxshi bor, mayli bor. Dilsizginama, hissizginama, kimga zor, kimlarga zor. Baxtli bo'lsam yonib ketma, bo'lma xor, bo'lma xor. Marhamat. Bir daqiqa. Alo. Biz shahar shifoxonasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Turmush o'rtog'ingiz Ahmedov hozirgina shifoxonamizga olib kelindi. Ahvoli juda og'ir. Avtohalokatga uchragan. Iloji bo'lsa tezroq bo'la qol. Ketdingmi? Nima bo'ldi? Yaxshi qol, yuzsizginama, mensizginama, yaxshi bor, mayli bor. Dilsizginama, hissizginama, kimga zor, kimlarga zor. Baxtli bo'lsam yonib ketma, bo'lma xor, bo'lma xor. Internet sabab oilalarni buzilishiga yo'l qo'ymang. Undan unumli va to'g'ri foydalaning.